Assalomu alaykum Mototos kanali obunachilari, ko'pchilik muxlislarimizni, ya'ni obunachilarimizning talabiga binoan, ya'ni sifati zo'r bo'lgan professionalniy qo'y mashinkalarini obzorini bugun ko'rsatamiz. Juda ham sifati zo'r. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizgacha tushuntirib beramiz. Videomiz yoqsa, ya'ni like, obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham yaxshi instrumentlarni, arzon narxda, sifatli bo'lgan instrumentlarni siz azizlarga taqdim qilamiz. Qani boshladik. Hozirda ko'rsatadigan mana qo'y mashinkamiz o'zi 3 xildan iborat. Ya'ni bu 800 bo'ladi, 1200 bo'ladi va 1400 bo'ladi. Bular nima uchun yaxshi deyapmiz? Chunki o'zida yozilgan, bu original bo'ladi. Professionalniy. Bunimiz ham 1400 miz ham professionalniy, 1200 miz ham professionalniy, 1400 miz ham professionalniy bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Endi ko'rsatamiz. Ya'ni eng kattasidan boshlaymiz. Sifati juda ham yaxshi. Ko'rib turganingizdek, professionalni qo'y mashinkamiz ichidan nimalar chiqadi va nimalar bo'ladi. Birinchi, bu professionalni haqiqatan ham originali bo'ladi. Sifati zo'r bo'lgan almazniy tishi chiqadi. Buni tishini o'zi ikki xili bo'ladi. O'zida masalan qo'yilgan 9 talik tishligi va 11 talik tishligi bo'ladi. Ikki xil tish bo'ladi. Xohlaganingizni qo'yib ishlatasiz. Ba'zi bir kerakli ma'lumotlarni beramiz. Mabodo keyinchalik ham tish sotib olsangiz, qo'y mashinkaga 9 taligi pastrog'idan oladi. Masalan, tagrog'idan qo'y yungini olaman desangiz, agar sal ustrog'idan olaman desangiz, ya'ni 13 talik tishi bor, 13 taligi sal ustrog'idan oladi. Shu narsaga ahamiyat berasizlar. Buni 13 taligi ham, 9 taligi ham o'zimiz sotuvda bor. Narxi 60 ming so'm qilib beramiz. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Kimda o'tmas bo'lib qolsa. Ko'rib turganingizdek, bitta zapas tishi chiqadi, kulishlari chiqadi, shotkalari chiqadi, kitobi chiqadi, mana zapas ko'mirchasi ham chiqadi. Bemalol bu 1400 miz eng kattasi, perchatkalari bo'ladi, moylar bo'ladi, moy idish ichida moyi ham bor, bemalol qo'yib ishlatadi. Bu eng katta bahaybati, sifati zo'ri bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana tishlari ham almazli bo'ladi. O'zida mana qo'yilganda ham mayda tish qo'yilgan, mana ochib ham ko'rsam. Ya'ni 13 talik tish turibdi, o'zida zapas yana bitta 9 talik tish berilyapti. O'zi arzon qo'y mashinkalariga bitta 9 talik qo'yadi-da, 13 taliklarni bermaydi. Bunda zapas 13 talik ham beriladi. Ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin, bu nechta qo'yga yetadi? Masalan, biz sotganimizda ko'pchilik tajribalarda o'tkazilgan. Agar ishlatishingizga bog'liq, siz qanday ishlatishingizga bog'liq. Masalan, tushunadigan, professionalni oladiganlar bo'lsa, 10 tagacha olsa bo'ladi deyishyapti. 10 ta qo'y yungini. 50 ta oladi, 100 ta oladi deb internetlarga u yolg'on ma'lumot. Biz aniq to'g'risini aytamiz. Balki to'g'ri ishlata olmasa 5 taga ham borib tugab qolishi mumkin bu tishi. Bemalol 60 ming so'mdan keyin sotib olib ishlatsangiz bo'ladi. 10 tagacha maksimum bemalol yetsangiz bo'ladi. Qo'yni yungini olishga har bitta dona tishidan foydalansangiz bo'ladi. Narxi qiziq bo'ladi. 1400 taligi, ya'ni bahaybati, sifati zo'r, eng full variantini 850 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz ham bor. Endi hammaga o'sha mashhur professionalniga ishlatishga 1200 talikni ko'rsatamiz. Bu oborotlari 3000 bo'ladi bularni. Masalan, boya ko'rsatgan 1400 miz ham 3000 oborot bo'ladi. Bunda buncha razlitsasi yo'q. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nima razlitsasi bor? To'g'ri, vatidan razlitsasi bor, chunki birinchi ko'rsatganimiz mana 580 watt bo'ladi. 3000 oborot bo'ladi. Ikkinchi ko'rsatganimiz bu ham 3000 oborot, 550 wattdan iborat bo'ladi. Bunda nima komplekt bo'lsa, xuddi shu, ya'ni 9 talik tishi bor, shotka kulichlari bor, ko'mirchasi bor, perchatkasi bor, moyi bor va 13 talik o'zida tishi bor, almazniy tish bular. Ko'kimtir almazniy tish bo'ladi. Endi ko'rsatib yotmadik. Bular ham xuddi shu vazifani bajaradi. Bular ya'ni original professionalni bahaybati, vattlari ham moshnisi bo'ladi, chunki zapas ko'mirlari ham chiqadi. Narxi qiziq bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 750 ming so'm qilib beramiz. Original bo'lgan professionalniga ishlatadigan qo'y mashinkani oladi. Endi puli yengilroq so'raganlarga, mijozlarimizga bu ham professionalni, lekin vati ko'rib turishingiz mumkin. 450 watt ekonomishni juda ham 800 deyiladi. 2800 oborot. 2800 oborot. 3000 emas kattalarga o'xshagan. Buni komplektda nima chiqadi? Mana ko'rishimiz mumkin. Komplektda original bo'lgan almazniy zapas chiqadi, обязательный. Kitoblari bo'ladi, kulishlari bo'ladi, lekin bunda zapas ko'mir chiqmaydi, perchatkalari bo'ladi. Zapas andaqa chotka chiqar ekan bunda ham. Mana videoni to'g'ri oldik. Bir xillarda chiqmasa, bunda chiqadigan variant kelibdi, yangicha variant chiqar ekan. Bu
narigalarda nima chiqdi? Chiqadi faqatgina обороты 2800 va 450 wattdan iborat. Ko'rib turishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shu ikkita nasatkasi beriladi. 13 taligi, ya'ni 9 talik nasatkalar. Faqat оборотga salgina kichikroq bo'ladi. Ya'ni professionallik ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hammasida boyagi ko'rsatganda skorost regulovkalari bor, o'chirib yoqadigan joylari bo'ladi. Hammasi. Dizaynlari endi mana bu qimmatlari o'zi ko'rasiz, boshqacha ishlangan. Bunaqa bo'rtib chiqqan, buniki to'g'ri oddiy holatda chiqqan. Buni narxi qiziq bo'lar. Narxi bor yo'g'i 650 ming so'm qilib beramiz. Juda ham arzon, qulay narxlarda sifatli bo'lgan qo'y mashinkalarni olib ketishlari mumkin. Endi ko'pincha hozir internetga chiqaradi. 500 ming ham qo'y mashinkalarimiz bor. Uni biz chiqaramiz ham bemalol. Unda nima? Zapas ishlari bo'lmaydi. Oddiy variant bo'ladi. Yo'q, vatini 1000 watt yozib qo'ygan bo'ladi. Ko'pirtirib yozaveradi. Masalan, ularda yolg'onchagi vatini baland qilib yozadi. Zapas ish bermaydi. Bunaqa quyilaylik bo'lmaydi. Ichidan perchatkalar chiqmaydi. Ularning narxi juda ham arzon turadi. Ularda mandaqa professionalni degan yozuvlar ham bo'lmaydi, o'zi 2 qavatli. Kimga shunaqangi sifatli, ya'ni qo'y mashinkalar kerak bo'lsa, bemalol Mototosga yozib bog'lansalaringiz bo'ladi. Pastga telefon raqamlarini ham qoldiraman. Va videoni oxirigacha ko'rsangiz manzilni ham tushuntiraman. Ya'ni manzilimiz Toshkent shahri Do'mrobod bozorini hamma biladi. Olmazor metrodan, ya'ni chiqqandan keyin Sobraqim metrodan chiqasiz. Do'mrobod bozorining mana ro'parasida joylashgan. Mana Denver savdo majmuasining pastida mana Mototors do'konimiz. Ya'ni telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37, 95lik 816 94 94 bemalol telefon raqamlariga bog'lanib kelsangiz bo'ladi.